egallagan hududlarni ko'rsataman. Ko'ryapsizlarmi? Xorvatiya, Serbiya, Serbiya Yemenida Dinamark degan davlat. Ko'rishingiz mumkin. Assalomu alaykum akalar. Korotchi, bugun sizlar bilan dunyo bo'yicha 6-o'rinda turadigan Olmoniya, ya'ni Germaniyada o'ynaymiz. Ya'ni bizga 4-reyxni boshlab berishimiz kerak. 4-reyx bu esa 3-jahon urushi degani. Unda ko'p o'ylanib o'tirmay o'yinni boshlaymiz. Hop, birinchi o'rinda askarni tarqatamiz. Uji Chexiyaga urush ocharsak bo'laveradi. Bizdan uncha ko'p narsa ketmaydi. Bularni sarflab olamiz. Farqi yo'q. Xo'sh. Dunyo bo'yicha 6-o'rin, birinchi o'ringa kirishga harakat qilamiz. Uji Chexiya bizdan bo'lishi kerak birinchi o'rinda. Hop, urushga bo'laveradi. To'rtni aylantirib nima qildi? Xo'sh, endi urushga bo'laveradi. Ujiga hech kimga nima qilmasdan, hech kim bilan kelishuv tuzmasdan yutishga harakat qilaman. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib turinglar. Xudo xolasa bu rejimda eplaymiz biz. Hech kim bilan kelishuv tuzmasdan butun Chexiyani, butun Yevropani egallab olishga harakat qilamiz. Go. Hop, Chexiyadan bir nechta askarlar chiqmoqda bizga hujum qilib. Xo'sh. Chexiya ichkariga kiramiz. Bu yoqqa, ponni bu yoqqa ekan. Bu yoqqa, bu esa bu yoqqa. Buni bu yoqqa yuboramiz, bu yoqqa. Bu qo'shinni to'plab turib, biz uni bu yoqqa jo'natsak, endi sal qizaloq bo'ladi. Olg'a, voy, nafas yetmay qolyapti. Xo'sh, sen ichkariga kirib ketaver. Sen ikkiga bo'lan. Bir qismi bu yoqqa, bir qismi bu yoqqa, sen bu yoqqa yur. Sen ham ikkiga bo'linishing kerak edi o'zi. Mayli, hoppalik. Uy junursin, anida 500 askar bor. Tezroq bartaraf etish kerak. Bu yoqqa qo'shin to'playmiz. 1000 kishi, 500 kishi. Bu yoqqa. 300 kishi bu yoqqa. O'zi Chexiya bizaniki bo'libdi. Chexiya. Kerakli davlat. Juda ham Germaniyani yerlari hisoblanadi. Chexiya va Chexiyani egallagandan keyingi davlat qaysi bo'lsin? Buni izohlarda yozib qoldiring. Hozir sabr qilamiz. Sekin. Hop, Chexiyani o'zi 2 minutda egallab oldik. Biz Aljiga chiqibmiz. 2 minutdan bo'lishga ulgurgan yo'q hali. Hop, bu yoqqa yursin. Yo'q, chechanator yurib qo'yibmiz. Mayli, endi boshqa iloji yo'q. Hop, bu yoqqa ham checha qo'shin to'plab turamiz. Bu yoqqa ham checha qo'shin to'playmiz. Slovakiyaga o'tib ketamiz, xudo xolasa keyin. Jinimsan, rostdan havo yetmayapti. Davay, to'xtamasdan. Chexiyami, Pexiyami qolmaydi. Davay. Sen bu yoqqa yur. Qolgan qo'shin Slovakiya bilan chegaraga yursin. Chunki tarixchi Slovakiyaga o'tib ketamiz. Hop, bu yoqqa olindi. Chexiya bizaniki, bu yoqqa o'tamiz. Bu yoqqa yuramiz. Slovakiyani olish kerak endi. Hop, mana Chexiyani to'liq xaritasini o'zimizga qo'shib olamiz. Mana ko'rishingiz mumkin. Manachi, mana xullas. Qo'shilgan yerlarimiz. Germaniya salda o'labdi. Kattalashyapti. Xo'sh, o'tkazamiz. Bularni qabul qilib turib, sekin yerlarni kattalar. Nima desam bo'ladi? Xonasini yapsin. Biz aholini ko'paytirish kerak bu yoqqa. Bu yoqqa. Bo'ladi. Hozir mana yana necha mingta qo'shin to'planadi. Xo'sh, bu yoqdan qo'shin kerak yetib boradi. Sabr qilib turinglar. Olg'a. Bu yoqqa ham qo'shin to'playmiz. Dars ichkariga kirish uchun. Hop, ana qilamizda. O'zi tugadi. 5 mingta bu yoqda. 3 mingta bu yoqda. Hech kim meni askar yo'q. Xullas. Bu yoqqa ham hujum qilamiz bular. Xullas, Slovakiyaga xudo xolasa egallab olamiz. Slovakiyani ham birorta davlat bilan hali kelishib tutganimiz yo'q. Uji Slovakiyaga o'tish nima egallagani. 1000 kishi tashqariga chiqib ketdi. Jin ursan. 1000 kishini qaytarganimizda opparik. Ketdi. Bu yoqqa buni 2 ga bo'lish kerak. Darsi buni 3 ga bo'lib olsak ham bo'laveradi. Slovakiyaga o'tdik. Biz addishi 9 ga chiqyapmiz, tezlashyapmiz, rivojlanyapmiz, kuchayapmiz. Yana nima qilishimiz kerak? Aytinglar, izohlarda yozinglar, kommentariy yozinglar. Keyingi davlat qaysi bo'lsin? Avstriyagami, Vengriyagami? Hoppa, Slovakiya. Chexiya bilan Slovakiya egallandi. Hozir Avstriya, Macariston qoldi. Ularni ham olsak, yaxshi bo'lib ketadi. Hop, endi askarlar tarqatib, sal aniqroq qolamiz. Bratanlar 5 minutda ikkita davlatga egallab endi sal kuchayib olamiz, undan keyin videoni davom ettiramiz. Xo'p akalar, hozir biz Slovakiya bilan Chexiyani egallab oldik. Endi navbat Macariston, chunki biz Italiya bilan chegaradosh bo'lishni xohlamaymiz, chunki Italiya dunyoda 8-o'rinda turadi. Biz kuchli davlat bilan hozir chegaradosh bo'lmoqchi emasman, sababi ular kirib ketishi mumkin biz ichkarimizga. Kuchli davlat bilan chegaradoshlar desalaring, 3 ta davlat bitta bo'lib hujum qiladigan paytda bizga keragi yo'q bu narsani. Ya'ni masalan Fransiya bilan urushib ketsak, Italiya kelishi mumkin bu yoqdan, Angliya kelishi mumkin. Fransiya, Italiya bilan nima bo'lib kelsa ham bu yoqdan o'tishi mumkin, lekin biz bitta chegaramiz o'tadi. Shuning uchun biz Macaristonni egallab olmoqchimiz. Undan keyin Polshaga o'tsak bo'ladi, chunki Polshada Germaniyani bilsalaring kerak, 2-jahon urushida katta yerlar qo'yib ketgan. Shuning uchun Polsha bizning dushmanimiz. Rossiya bilan chegaradosh bo'lmasligimiz kerak hozircha.
Chunki Rossiya juda ham kuchli davlat desak bo'laveradi. Hop, bu yerda ko'p askar yig'olmay turgani sababi yaqindagina o'zi oldik. Slovakiyani yillari edi biz emas. Shuning uchun bu yerda ko'p askar yig'olmayapmiz. Ko'p askar emas u, nima? Kam emas, ko'p emas, o'rtacha. 5000 ta aytamki, yo'q. Ego tarafdan 10 mingtadan qilaylik keyin. Kirsak tushunarliroq bo'ladi vaziyatga. Kirishganroq, ishonarliroq desammi? Rosa shunaqa. Bu yoqqa yursin, bu yoqqa yursin, bu yoqqa yursin. Uje yetsa kerak. Hop, uje 12 mingta, yaxshi. Ana unda boshladik. Mojariston bizning keyingi dushmanimiz. Hoppa, urush ochamiz. Bu yoqqa 5000 ta, bu yoqda 3000 ta. Yana bitta 3000 ta. Buni 2 ga bo'lamiz 4000 ta, yana 4000 ta. 4800, 4200 hop egallamadik. Egalladik. Hoppa, urush. Kamroq askar. Bizga ko'proq askar kerak. Voy, qayerga ketyapsan? Mojariston o'ylaganimdan ham kuchliroq ekan. Bu aniq edi. Chunki Mojariston baribir kuchli bo'lishi kerak. Bu kuchli davlat. Bu yoqqa 2000 tasi borsin, yetadi. Bu yoqqa o'tamiz. Bu yoqqa hujum qilsin. Bu yoqqa 4000 tani hammasini jo'natib yuboramizmi? Yo'q, 3000 yetadi. Bu yoqqa quvayshal yurishimiz tugab qoldi. Hop, mayli. 5000 ta uje hoppa qaytarib oldik. Yaxshi, ichkariga kirdik. Jinsi mashqni yomon ko'raman. Kichkina nima bilan uje yillarni qaytarib olishni boshlaydi bular. O'shini yomon ko'raman. Eng yomon ko'rgan narsam shu. Kichkina armiyasi bo'lishiga qaramasdan ular yillarni qaytarib olishni boshlaydi uje. U juda ham azab buzadigan vaziyat desam bo'ladimi? O'shanaqa xullas. Hoppa, bu yoqda 2 bo'lamiz. Bu yoqqa. Keyin uje Slovakiya Bolqon orolini pashti egallab olyapmiz. Keyin mana shu Bolqonni egallab olsakmi deyapman, chunki Polsha ham ancha kuchli davlatda, 13-chi o'rinni hazillashadigan narsa emas. Biz 2-chi o'rinda turgan bo'lishimiz mumkin, lekin biz ekonomikani vosh kuchli turganimiz yo'q. Faqat shu bosish. Bosib olyapmiz. Nima qilmoqchimiz? Germaniya degan davlatni tiklamoqchimiz. 3-reyx, butun Yevropani bosmoqchimiz. Hoppa, yana bitta davlat bizning qo'limizda. Uje biz tezlashib ketyapmiz. Yana da tezlashib ketyapmiz. Uje. Xorvatiya bizga urush ochyordi. Dinamark urush ochyordi. Hop, yaxshi emas bu Dinamark. O'shaqamidi nomini? Dinamark. Hada o'shaqa ekan. Hop, Xorvatiyadan yerlarimizni qaytarib olishimiz kerak. Buning uchun bu yoqqa yuradi bu. Bu yoqqa o'tsin. O'zi Xorvatiya normalniy dushman ekan, biz kutmagan ekanmiz. Biz bilmagan ekanmiz. Mojaristonni 76% ga egallabmiz. O'zi bizga ikkita dushman hujum qildi. Shuning uchun aytdim, biz kelishmasdan o'ynash bu biz uchun juda ham xavfli degandim. Sizlar degandilar, mayli. Bu Yevropa bizniki bo'lish kerak. Bu bizning eng katta maqsadimiz. Videoning maqsadi ham shu, 3-reyxni boshlash, Yevropani egallash. Xorvatiya olg'a. Ayda olg'a. Yura olmay qoldi-yu. Xorvatiyani egallash kerak, bu kerak. Onasini hamsa bizga urush ochdimi, demak o'zi birinchi javob beradi. Bizga urush ochgani uchun ham javob beradi bu. Xo'sh, Italiya bilan chegaradosh bo'lib qolaman ekan baribir. Qani olg'a. Chunki hozir qarab turinglar, dunyo bizga qanaqa qaraydi. Ko'rasizlarmi, o'sha Fransiya bizga yomon, Turkiya, Italiya, butun Rossiya, Qozog'iston, Xitoy xolos yaxshi bizga. Qolgan hammasini qizilroq, ba'zilarga qizg'in ham yo'q. Даже O'zbekiston, Afg'onistonlar bizga yomon nima qilyapti. Bu yerda mana Armeniya degan davlat bor, u ham даже shu ikkitasi bilan urushyapmiz, mana hozir qiynalib biza. Shuning uchun bizni siyosiy deydimi ahvolimiz. Hoppa, 6000 ta askar kirib keldi. Hoppani qaytardik ularni. Yursin oldinga. Bu yoqqa yana qo'shin to'playmiz. Chunki o'sha Dinamark normalniy davlat kuchli. Hop, 15000 da 3 ga bo'lamiz. 5000. 2 ga 5000. 5000 emas-da. Olg'a endi Dinamarkka qarshi. Dinamarkka jicha sabr qilamiz. Jinusini qaytarishdi bular. Qo'shinda mayli. Dinamark hozircha jim, bu yoqda 10000 qo'shinimiz bor bizani. Qanunda olg'a. Hujum ash Polsha ham bizga g'alati ahvoldan yo'q, Polsha yaxshi ekanmizmi? Polshaga demak urush ochmay turganimiz yaxshi. Sabab bitta bo'lsa ham bizga hamkor bo'lib turgani yaxshi-da. Axir bizning maqsadimiz birorta davlat bilan kelishuv tuzmasida egallash-ku. Hop, yaxshi ketyapmiz hozircha. Oldinga yana hoppana Dinamark kirib keldi. 2000 ta qo'shin qaytara olmadi. Voy jinursan, qayt orqaga. Sirazi qayt. Bu yoqqa 1000 ta qo'shin to'playmiz. Dinamark bu yoqda qo'shin to'plab kelyapti bizga qarshi. Biz albatta 5000 ta qo'shin to'plab bu yoqqa yurishni boshlaymiz. Dinamark qo'shini hech bola qilolmaydi, oldinga yuramiz. O'sha Xorvatiya orqaga kirdi, orqaga o'zining yerini qaytarib oldi, bu yoqqa o'tdi. Jinursan Xorvatiya kattalashib ketyapti.
ham yuboramiz 200 ta hech bo'lmasa. Chunki ular kerak emas bizga oshiqcha muammo. Tushunursan. 2 ga bo'lin. 2 ga bo'lin. Xorvatiyani ham egallasak, hujum muammo kamayadi safar. Buni 2 ga bo'lamiz. 8000. Просто kichkina davlatchasidan ashuncha qo'shin kelyapti bizga. Hozircha Armaniston degan davlatimiz bor edi. Hop, egallaymiz. Bu yoqqa yuradi. Va Xorvatiya ichkariga kirib ketadi. Mana shunday paytlar yomon ko'raman. Hoppana Dinamarkni egallaymiz. Ular hujum qiladi. Biz bu yoqqa yuramiz. Bu yoqqa yuradi bu yoqqa ham yuradi shu payt do'stlar. Bu yoqqa. Mana. Yaxshi ketib hozircha birov minus qilmadi bizada desam Xorvatiya esimga tushyapti. Faqat maraz davlat ekan Xorvatiya kelishib oldi. Tushunib oldim Xorvatiyaning marazligini. Endi hazillashmayman unaqa. Shu o'yinda shu taraf yaxshida kimnidir voy yengilib deb urib o'rganingizda уже kattalashib sizni xo'rlaydigan darajaga yetib oladi. Bu Xorvatiyaning nima? Xorvatiya. Hamma yerda Xorvatiya onasini yersin. Dinamark уже почти bizga, lekin mana yerda Island degan orol bor. Dinamark degan Grenland degan oroli. Uni nima qilishga hayronman. Menga kerak emas, просто menga mana yerlar kerak xolos. Hoppa, mayli yuraver chekani. Voy ishga. Fashal ichkariga kirib ketyapti. Xorvatiya iflos. Sen g'alati iflossan. Ifloslik darajang IQ darajangdan ham balandroq, shuni bilarmiding Xorvatiya? Hop, mayli bu yoqqa yursin. Kavo perde deyapti. Xo'romlar urushlar ham jahon chempionatining zato turigacha chiqib oldi, to'g'rimi? Biz ha deganimiz bilan O'zbekiston qaytib kelgan bo'lsa ham qaranglar, Xorvatiya chiqdi. Nima chiqdi baribir, to'g'rimi jigarlar? Uni yerda olib qo'yaylik. Xo'romi yana ishga bo'lmasin. Hoppana, ko'rlanga qancha yer olganmiz. Bitta aylantiramiz, o'zini chaqirib qoldi, jim turamiz birpas. Hoppana. Yo yerdan olamiz. Olg'a. Hoppana.